maktab vaqtimga qaytib qolish imkoni bo'lganda, albatta bu maktabda o'qigan bo'lardim. Xuddi Otabek Muhammad Zohid qo'shiq ijro etganidek, yana qayta kelsam bu dunyoga, albatta seni degan bo'lardim degandek. Yana qayta kelsam dunyoga, yana seni degan. Обязательно qaytardim, потому что у меня были очень интересные одноклассники, учителя в целом. Menda возможность bo'lganda, men o'zimni частный maktabimga qaytardim. U yoqda chunki juda muxtizor edi, komfortabilniy условиялар bor edi. Bari частный boshqacha edi boru. Agar menda shans bo'lganda ham menimcha qaytmas edim maktabimga. Sababi o'tdagi sharoitlar ba'zi bir sabablarga ko'ra yaxshi emas edi maktabim. Agarda yana o'qish kerak bo'lsa, yana o'sha maktabda o'qigan bo'lardim. Agar maktab paytimga qaytganimda, albatta yana o'sha o'zimning maktabimni tanlardim. Ayniqsa katta qizimda o'sha maktabga qayta o'qitmasdim. Farzandim haqida oddiy bo'lmagan narsalar uchun nafsoniyatimga tegadigan gap aytdim. Lekin men qizimni qayta o'qitmasdim. Yo'q.